Nabiy sallallohu alayhi vasallam bedor bo'ldilar. Madinaga kelganlarida qaniydi sahobalarimdan bir solih kishi meni shu tunda qo'riqlasa dedilar. Shu payt qurollar ovozini eshitdik. Rasululloh kim u dedilar. Shunda u kishi men Sa'd ibn Abi Waqqosman dedi. Sizni qo'riqlagani keldim. Nabiy sallallohu alayhi vasallam quladilar. Sa'd roziyallohu anhu yana bu kishini ajratib turadigan fazilatlardan bittasi boshqa sahobalardan. Duosi ijobat kishilardan edi. Bir kuni duo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldida turib so'radilarki, "Ya Rasululloh, duo qiling, men duosi ijobat kishilardan bo'lay" dedi. Shu yerda payg'ambarimiz qo'l ko'tarib duo qilib qo'ysalar, duosi ijobat bo'ladi. Sa'd ibn Abi Waqqos duosi ijobat kishilardan bo'ladi. Faqat bu Sa'd roziyallohu anhuga la tegishli xayriyat bo'lib qolar edi. Ammo payg'ambarimiz aytdilar, "Ya Sa'd, atib mat'amaka takunu mustajabat da'wa." Ey Sa'd, luqmangizni halol qiling. Luqmangizni halol qiling, duosi ijobat kishilardan bo'lasiz. Bu degani bu ummatda hammasiga tegishli. Halol luqma yeng, inshaalloh duoingiz ijobat kishilardan bo'lasiz.